Dişimizi davamlaştırmamız hürmetli vatandaşım. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump Çavuşan meselesi hal qilish zarur bo'lgan masaladir. Deb ko'rsatdi mavzuli xabar 10 ayning 12 kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Aqsaray Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump haftaning 3 kuni Çavuşan meselesi hal qilish zarur bo'lgan masaladir. Deb ko'rsatdi. Men bu masalada boshqalarga qaraganda qat'iy, texama qattiq, lekin men boshqalarning fikrini anglayman. Eng oxirida men Amerika uchun, dunyo uchun to'g'ri ish qilaman. Bu prezident Trumpning so'zlagan so'zi. O'xshashli vaqt Çavuşanning tashqi ishlar ministri Ri Yong-ho mundaq dedi. Amerikaning prezident Trump agar hujumga uchraydigan bo'lsak, Çavuşanni o'zil-kesil bechit qilamiz dedi. Bu urushga chaqiriq qilganlar. Bu so'zni prezident Trump o'tgan oyda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining umumiy yig'inida nutq so'zlaganda shunday degan edi. Prezident Trump Çavuşanga qurol ishiltish mumkinligini o'ylashgan bir vaqtda Amerika, Koreya va Yaponiyaning armiyalari Çavuşan yarim orolining sharqida va g'arbida raketa mashq qilish manevri o'tkazib, Çavuşanga kuch ko'rsatdi. Aqsarayning bayonotchisi Sara Sanders bayonot e'lon qilib mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump va prezidentning davlat bexatarligi amaldorlari nurg'un tanlashlar bo'yicha Koreya to'g'risida tanlashlar bo'yicha Çavuşanga munosabatli yig'in o'tkazib, Çavuşanning har qanday tajovuziga taqobil turishni o'ylashdi. Zarur topilgan ahvol ostida Çavuşanning yadro qurollari bilan Amerikaga va ittifoqdoshlariga tahdid solishni, cheklashni o'ylashdi. Aqsaray mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump yig'inda davlat mudofaa ministri Jim Mattis va shtab boshlig'i Don Fordning dokladini angladi. O'xshash bir vaqtda ittifoqdosh davlatlarning bombardimonchi aeroplanlari Yapon dengizi va Sariq dengizida orqa-orqadan havoda manevr o'tkazdi. 5 burjakli bino mundaq ko'rsatdi. Bu manevr Amerika, Koreya, Yaponiya havo armiyalarining havoda o'tkazgan tunji qatamliq harbiy manevridir. Amerikaning B-1B belgilik bombardimonchi aeroplani Koreyaning F-15 belgilik aeroplanlari qatnashib, Yaponiya havo tabarligidan uchib o'tib, Çavuşan yarim orolining janubiy qismi havo tabarligiga uchib kirdi. Amerika havo armiyasi mayori Patrick mundaq ko'rsatdi. İttifoqdoshlarimiz birlikda kechida bexatarlik bo'yicha unumli ravishda harbiy manevr o'tkazib, Amerika, Yaponiya va Koreya 3 davlat iqtidorimizni ko'rsatib qo'ydik. Uçukçularning iqtidorini tarbiyaladik. Koreya Birlashmiş Shtabi mundaq ko'rsatdi. Amerika havo armiyasi harbiy bombardimonchi aeroplanlari bilan Koreya kurashchi aeroplanlari ikkinchi qatam havoda o'q otish bilan harbiy mashq qilib bordi. Bundan boshqa Amerika Tinch okean pilotining qo'mondoni mundaq ko'rsatdi. Amerika dengiz armiyasining to'sin belgilik yadro o't kuchi bilan harakatlangan suvosti parxodi Koreyaning Jinhay harbiy bazasiga yetib keldi. Biz boshqa xabarni yo'q harbiy ishlarga, bu shu harbiy ishlarga oid ekan, biroq ABShda prezident Trump nima debdi? Çavuşan masalasi hal qilish zarur bo'ldi hozir. Siz shunga diqqat qiling vatandoshlar. Amaliyot 10 9 kun davlat mudofaa ministri Jim Mattis mundaq degan. Prezident Trumpning zarur bo'lganda harbiy harakat qo'llanishi tadbiri uchun harbiy tarafning harbiy ishlarga tayyorlik qilishini talab qilgan edi. Amerika quruqlik armiya shtab boshlig'i Mark Milley muxbirlarga suhbat bayon qilganda Amerika tayyorlik qilib bo'ldi.
Bu tanlaş qiyin tanlaş ve xatarlik tanlaş idi. Şuna her qanday kishi bu tanlaşqa sal qaramaslik kerak. Prezident Trump urush ahvoli ishxonasida o'ltirib shunday so'zdi.